Bugungi video obzorimiz umuman boshqacha bo'ladi. Bir yengillik ham bo'ladi. Ko'pchilik tadbirkor akalarimiz qidirib topolmayotgan joyini biz topdik. Yangi Toshkent hududi Politotdeldan. Fasad qismi 100 metr, ichkariga 200 metr bo'lgan, egalari o'zlari uchun ranch qilib qo'ygan joyini 2 gektar noturar $11,000 sotuvga chiqayotgan joyini obzorga keldik. Bitta hisob-kitob qilaylik. Oldi tarafini zaborni pishgan qishdan qilgan. Bu tarafda bitta, ikkita, uchta uy qurib qo'yibdi. Undan tashqari pabrazning hamma tarafi, ya'ni molxona. 850 ta shu kunda ot boqishga sharoitlari bor ekan. Siz olib mol boqishingiz mumkin, tuya boqishingiz mumkin, bilmadim. Biz hisob-kitob qildik. Shu imoratlarni hammasini qurishga 500-600 ming dollar ketgan bo'lsa, bir sotiga 11 mingda 2 gektar 2,2 million bo'ladi. 2,2 milliondan 600 mingni minus qiladigan bo'lsak, 1,6 million yerga tushadi. O'shanda 2 gektarga 8 ming dollardan bir sotiga. Bunaqa narx bu atrofda yo'q. Yana bu joyning plyus tarafi kapitalniy rost bo'ladigan joy. Yangi Toshkent hududi taxminan 4 yildan keyin bilmadim 20 ming plyusida bir sotiga bo'ladi. O'shancha olib ungacha mol boqib, soqqani qilib 4 yildan keyin sotib olsangiz ham anchagina daromadga kirasiz. Bu tegi ma'lumotlarni 1,5-2 minutga sig'dirish qiyin. O'shaning uchun ko'zingiz bilan kelib ko'rib, menimcha bittada baraka qoladigan joy. Sotiga 11 mingdan 2 gektar notura joyimiz sotiga chiqib qoldi.